Assalomu alaykum. Mana manzaraga baho beramiz, do'stlar. Tovuqlar srochniy sotiladi. Narxini arzonlatib beramiz. Manzil Namangan viloyati Yangiqo'rg'on tumani Buloqboshi qishlog'ida. Kelib olib ketishinglar mumkin. Narx kelishilgan holatda qilib beriladi. 100 ming bo'lishi, ko'proq olsa tushib berishimiz mumkin. Xo'rozlarimizning narxi esa 200 mingdan tushib beriladi. Ko'rib turganinglardek tovuqlarning holati yaxshi holatda, juda yaxshi boqilgan. Shu nomerga telefon qilib aloqaga chiqishingiz mumkin. Ko'rib turibsizlar, xo'rozlar holatini juda yaxshi. Andijondan keltirilgan bu xo'rozlar. Tovuqlarning hammasi Andijondan keltirilgan. Broilerlarga ahamiyat bermaysizlar. Ular hali boshlanishi 50 dona bor.